Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Hurmatli kanal kuzatuvchilari, tibbiyot talabalari, siz bilan challenge'imizdagi video darslarimizni sizlarga havola qilishda davom etamiz. Bugun ko'rib chiqadigan mavzuyimiz ko'rib turganingizdek meningit kasalligiga bag'ishlanadi. Ta'kidlab o'taman, ushbu material ma'lumotlarini, konspektlarini Placenta.uz ijodkorlariga tegishli. Video darsliklarni esa siz bilan Kamina Nizomiddin Azimov tayyorlab bormoqda. Video davomida biz meningit kasalligini ta'rifi, etiologiyasi, patogeneziga bosqichma-bosqich kirib boramiz. Bir qancha tekshirish usullari, davolash usullariga ham to'xtalib o'tamiz va xohlasa. Hammaga tushunarli tarzda, osonroq soddalashtirilgan holatda bu kasallikni yoritib berishga harakat qilaman. Demak, biz boshladik. Meningit kasalligi nima? Meningit kasalligi bu miya, ya'ni bosh va orqa miyani pardalarini, ya'ni meninge deb nomlanadi. Orqa miya, bosh miyamizni birinchi pardalar bilan himoya qilingan, ya'ni dura mater, pia mater va arachnoid materlar vositasida miyamiz himoyalanadi. Aynan mana shu miya pardalarini yallig'lanishi bilan kechadigan og'ir yuqumli kasallik hisoblanadi. E'tibor beramiz, bu kasallik yuqumli kasallik hisoblanadi. Kasallik bakteriyalar, viruslar, kam hollarda zamburug'lar yoki parazitlar sababli yuzaga kelishi mumkin. Meningit kasalligini o'tkir yoki surunkali tarzda yengil yoki hayot uchun xavfli shaklda kechishligi mumkin. Kechishiga ko'ra yengil yoki og'ir shaklda, o'tkir va surunkali shakllarda kechishi mumkin ekan. Xo'p, demak, mana ko'rib turibmiz. Bosh miyamizni mana normal pardasi, mana normal holatda parda. Mana bu yerda esa qandaydir o'sha bakteriya bo'lishi mumkin, qanaqadir virus bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda zamburug'lar deyapmiz. Aynan mana shular tushgandan keyin bu yerda nima bo'ladi? Mana bakteriyalar misol qilib olyapmiz. Infeksiya manbai, ya'ni yallig'lanish jarayoni sodir bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. Kasalligimizning etiologiyasi. Etiologiyasini bakterial meningit yoki virusli meningitga ko'ra klassifikatsiya qilamiz. Bakteriyali meningitlarni eng ko'p uchraydigan meningokoklar, ya'ni koklar keltirib chiqarar ekan. Bu kasallikni Neisseria meningitis deb nomlanadi. Neisseria meningitis eng ko'p uchratishimiz mumkin bo'ladiki, meningit kasalligini qo'zg'atuvchi sifatida va Streptococcus pneumonia, undan tashqari esa Haemophilus influenzae B tipiga kiradiganini olishimiz mumkin. Nenatlarda, chaqaloqlarda Escherichia coli, undan tashqari esa Streptococcuslar qo'zg'atishi mumkin ekan. Va bu kasalligimiz asosan immunitet pasayganlarda Listeria monocytogenes, ya'ni mana shu qo'zg'atuvchi keltirib chiqarishi mumkin ekan, immunitet pasayadigan bo'lsa. O'zi umumiy holatda ham hozir patogenezda bosqichma-bosqich ko'rib gaplashib chiqamiz. Ya'ni qanday yuqdi, kirib bordi, qanday o'tib ketdi o'zi baryerlardan, shular haqida gaplashamiz. Virusli meningit bo'ladigan bo'lsa, virusli meningitni enteroviruslar keltirib chiqarishligi mumkin. Herpes simplex virusi, hammamizga tanish bo'lgan mumps, ya'ni tepki parotit virusi, undan tashqari esa varicella zoster virusi qo'zg'atishi mumkin ekan. Biz yuqorida aytdik, zamburug'li shaklda ham bo'lishi mumkin deb. Qo'ziqo'rg'onli turida esa Cryptococcus neoformans deb ataladigan qo'zg'atuvchi asosan oitisi bor bo'lgan bemorlarda meningit kasalligini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Kasallikning yuqish yo'llariga to'xtalamiz. Kasallikning yuqish yo'llari asosan havo tomchi yo'li orqali bemor bilan qandaydir tarzda kontaktda bo'ladigan bo'lsa, immun tizimi o'sha nimani tushadigan bo'lsa, o'sha bemorda yo'talda, aksa urish, yaqin muloqot qilganda kasallik yuqib qolishi mumkin ekan. Endi undan tashqari esa kontakt yo'limiz bor. Kontakt yo'lda burun, quloq, bosh suyak infeksiyalaridan tarqalishi mumkin. Ya'ni burun sohasi lo'r a'zolari patologiyalarida, ya'ni bosh sohamizda joylashgan, quloqda, bosh suyak infeksiyalarida qanday tarzda yuqadi? Ya'ni o'sha sohada joylashgandan keyin, miyani ichida joylashgandan keyin yiringli jarayon surunkali ravishda davom etadigan bo'lsa, bu yon to'qimalariga ham o'tishni boshlaydi va miya pardalariga ham yetib borib, u yerni zararlab qo'yishligi mumkin ekan. Va yemadagi qon orqali bizda yuqishi mumkin. Tug'ruq vaqtida onadan bolaga travma natijasida yuqib qolishi mumkin ekan. Kasalligimizni endi patogeneziga to'xtalamiz. Patogenezda bu yerda qisqacha yozilgan. Ya'ni infeksiya organizmga kirgach, qon orqali miya pardalariga o'tadi.
pardani yallig'lantiradi, suyuqlikli ishlab chiqarishi va bosim olib ketadi. Shu tufayli miyada shish hosil bo'ladi, intrakranial bosim ko'tariladi, miya funksiyasi buziladi, bakterial shaklda yallig'lanish og'irroq bo'ladi, neyrotoksин ajraladi. Endi biz mana shu patogenezni hozir bosqichma-bosqich tushuntirib, sizlarga gapirib tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, aytishimiz mumkin bo'ladiki, kasallikni nima qo'zg'atadi deyapmiz? Infeksiya keltirib chiqaradi. Ya'ni ma'lum bir meningokoklar bo'lishi mumkin, yuqorida gaplashganlarimizni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Demak, infeksiya kirish bosqichi bo'ladi. Birinchi navbatda infeksiya kirish kerak. U yuqish yo'llaridagi aytdik, burun halqum havo tomchi yo'li orqali, burun halqum orqali demak bizga infeksiya organizmimizga kirdi. Kam holatlarda, ba'zi bir holatlarda bo'lishi mumkin deyapmiz. Ya'ni qon orqali yoki travmalar natijasida etiologik sanab o'tib gematogen qon orqali bo'lishi mumkin, tug'ruq vaqtida kontakt yo'li orqali. Xullas, mana shu etiologiyalardan qaysidir biri orqali organizmimizga aynan misol qilib olishimiz mumkinki, Neisseria meningit, meningokok tushdi deylik. Endi u tushgandan keyin mukozal to'siqlardan o'tish kerak. Bizning organizmimizni himoyalovchi mukozal nima bor? Qavatlarimiz bor. Aynan o'shalar sekretsiyasi nima qiladi? Ularni eritib tashlaydi, bakteriyalarni, infeksiyalarni eritadi. O'sha patogenimiz himoya qatlamini buzish kerak. Buzgandan keyin esa qon tomiriga o'tadi. Aytishimiz mumkin bo'ladiki, o'sha bakteriyalar, meningokoklar, pnevmokoklar o'ziga xos ravishda algizinlar orqali epitelni chetlab o'tib ketib qolishi mumkin ekan. Va endi bakteriya bizni organizmimizda qayerga kirdi? Mana bu qon tomir bo'ladigan bo'lsa, buni zararladida. Mana bu kirayotgan bakteriya qon tomirini o'tkazuvchanligi ortdi va qon tomirimizni ma'lum bir miqdorda zararlagandan keyin endi bu qonni ichiga o'tdi. Qon tomiriga o'tgandan keyin butun organizmga tarqalishni boshlaydi. Butun organizmga mana bu bakteriya tarqagandan keyin immun tizimimiz patogeni to'liq yo'q qila olmay qoladi. Va bular endi qonga o'tgandan keyin yuqori darajada buni ko'payishni boshlaydi. Bu mana bu bakteriyalarni aytishimiz mumkin bo'ladiki, kapsulasi bor. Tushunasizmi? Fagositdan himoyalab beradigan kapsulalar mavjud bo'ladi va bizning makrofaglarimiz uni fagosit qilish uchun yetib kelganda ularni kapsulasi nima deydi, yo'q qilishga to'sqinlik qiladi, ma'lum bir miqdorda to'sqinlik qiladi. Endi bu qon tomiriga o'tgandan keyin bizda mana bu hozir tasvirlaganimiz qon tomirida. Qon tomirimiz va aytishimiz mumkin bo'ladiki, mana bu nerv deb oladigan bo'lsak, mana shuni ikkalasining orasida sohada joylashgan nima bor bizda? Gematoensefalik baryer bor, qon miya baryeri bor. Get orqali nima qilish kerak? Endi bu qon tomir ichidagi infeksiya mana bu gematoensefalik baryerni buzib o'tib miya to'qimasiga o'tish kerak. Aynan mana bu yerda durum matr joylashadi. Aynan mana shular miya pardalariga yetib boradida, aynan u yerdagi endoteliy hujayralar zararlashni boshlaydi. Endoteliy sohasida joylashgan retseptorlarga yopishib olib, nima deydi? U yerda yallig'lanish keltirib chiqaradi va o'sha sohada yallig'lanish bosqichlari aytaylik rivojlanadi va yallig'lanish mediatorlari hosil bo'ladi. Endi undan keyin esa mana bu yerga yetib kelgandan keyin biz aytyapmiz, miya pardalarini yallig'lanishni boshlar ekan. Yallig'lanish mediatorlari sifatida bizda organizmimizda sitokinlar ajralishi mumkin. Interleykin B, turmeric faktor alfalar, komplement kaskad aktivlashishi mumkin, yallig'lanish keltirib chiqaradi. Neytrofillar oqib keladi ko'p miqdorda. Yana mana bu yerda endi yallig'lanish jarayoni kuchayadi. Yallig'lanish patogeni yallig'lanish jarayoni kuchayib ketar ekan. Endi u kuchaygandan keyin bizda sekretsiya bo'ladida, miyani shishi kuzatiladi. Ya'ni yallig'lanish sodir bo'lganda eksudatsiya hosil bo'ladi. Eksudativ bosqichida ko'p miqdorda eksudatsiya ajralib chiqadida, aynan miyani shishiga olib keladi. Likvor aylanishi buziladi. Miyada narushena likvor dinamika bo'ladi. Gidrosefaliya rivojlanadi. Suyuqlik ko'p miqdorda rivojlanadigan bo'lsa, bu yerda gidrosefaliya kuzatiladi. Qon tomirlari spazmga uchraydi. Undan tashqari esa qon quyilishi yoki infarktlar sodir bo'lishi mumkin. Chunki mana bu sohalarda yallig'lanish bo'lyapti. Miyani ma'lum bir bu yerga boshqacha harakat qilyapti. Mana buni oladigan bo'lsak, mana shu bo'ldi. Aynan mana bu yerda zararlashni boshladi. Aynan shu yerda sohadagi qon tomirlarini zararlagandan keyin u qon tomirda ichidan nimalar oqib chiqyapti? Bu yerga suyuqliklar oqib chiqyapti. Endi bu nimaga olib keladi?
o'sha sohadagi insultlarga olib kelishi mumkin, infarkt insultlarga olib kelishi mumkin. Endi intrakranial bosim ortgandan keyin cherepni gipertenziya bo'lib, intrakranial bosim ortgandan keyin boshqa hosil kuchli og'riqlar, ko'ngil aynishi, qusish, ba'zi holatlarda tutqanoq tutishi kuzatilishligi mumkin. Endi bu jarayon bo'lgandan keyin bakteriya yoki virus meningitlar nima desa bo'ladi, kranial nervlarni zararlashni boshlaydi. Shish davom etishni boshlaydigan bo'lsa, kattalashadigan bo'lsa, kranial nervlarni zararlashi mumkin. Qarashda, eshitishda, ba'zi bir holatda motorik buzilishlar sodir bo'lishi mumkin. Aynan patogenezda. Demak, patogenezni ham qisqartirib tushuntirishga harakat qildim. Bosqichma-bosqich birin-ketin kirib oling. Yana bitta infeksiyani olib, ya'ni meningokok infeksiyasini, bakteriyasini oldida, aynan bariyerlardan o'tib miyagacha yetkazib olib oling. Endi mana shularni ketma-ket yetar ekan. Endi patogenezi qisqachasi shu. Klinik belgilariga keladigan bo'lsak, yallig'lanish belgilari sifatida organizmda isitma kuzatiladi. Yuqori isitma kuzatiladi. Hozir aytib o'tganimizdek, kuchli bosh og'rishini kuzatishingiz mumkin va o'sha sohada tirik zonalarida qo'zg'atadigan bo'lsa, yoki kuchli bosh og'rig'i natijasida ham ko'ngil aynishi, qusish kuzatiladi bemorda. Va albatta umumiy holsizlik, uyquchanlik, ong buzilish holatlari kuzatilishligi mumkin ekan. Mana meningitda simptomlari sifatida isitma, ko'ngil aynishi, boshda og'riq, uyquchanlik kuzatiladi. Ma'lum bir toshmalar toshishligi mumkin, yorug'ga ta'sirchanlik ortib ketishi, tutqanoqlar, sezuvsiz tutqanoqlar tutib qolish ehtimollari bo'lishi mumkin ekan bemorimizda. Meningit simptomlar sifatida mana bu yerda mana ta'kidlab o'tamiz. Bo'yin mushaklarini qotib qolishi. Bo'yin mushaklarini qotib qolishi kuzatilishi mumkin ekan. Kerning belgisi sifatida oyoqni tizzadan yozganda og'riq paydo bo'lishi. Bronskiy belgisida bosh egilganda oyoqlar avtomatik bukilib qolishi. Fotofobiya, yorug'likdan qo'rqish bezovta bo'lishi, giperesteziya, teginishga sezuvchanlik oshib ketishi mumkin. Aynan bular meningit simptomlar bo'ladi. Endi bizda bakterial meningitda juda og'ir holat hisoblanadi. Isitma yuqori, hushi yuqori, tutqanoqlar ko'p sonli tutqanoqlar tutishi, ba'zan esa terida toshmalar, meningokokemiyalar kuzatilishligi mumkin. Virusli meningitda bo'ladigan bo'lsa, bunday belgilar yengilroq bo'ladi. Xush saqlangan holatda sog'ayish tezroq bo'lishi mumkin. Bakteriyalar esa og'irroq o'tadi. Xo'p, kasallikni diagnostikaga qarashimizda nimalarni tekshiramiz? Laboratoriya tekshiruvida birinchi navbatda ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, qon tahlili, leykosiz tuz kuzatiladi, echiti oshgan bo'ladi ertasida cho'kishni. Ya'ni bu umumiy yallig'lanish belgilari sifatida aytyapmiz. Lumbar funksiya qilib ko'radigan bo'lsak, eng muhim belgi sifatida lumbar funksiyada likvid miya suyuqligi tahlili, miya suyuqligida rangi, bosim, hujayralar soni, oqsillar glyukoza darajasi yuqori bo'lar ekan. Bakteriya meningitda likvid loyqa ko'rinadi. Likvid loyqa, oqsillik ko'p, glyukozasi kamaygan va yallig'lanish mediatorlar sifatida neytrofillar ko'p uchraydi. Virus meningitda bo'ladigan bo'lsa, likvid tiniq, limfositlar ustunlik qilar ekan. Bunda neytrofillar yo'qligi sababli bu tiniq ko'rinar ekan virus gepatitida. Gram bo'shda bakteriyaga PCR tahlil qilishimiz mumkin ekan. Instrumental tekshiruvda nimalar qilishimiz mumkin? Instrumental tekshiruvda biz kompyuter tomografiya yoki MRTda miya shishganini, yuqorida aytdik gidrosefaliya bo'ladi. Bu yerda absesslar boshlanishi mumkin, gidrosefaliya belgilarini baholash mumkin. Shunday qilib tekshiruv o'tkazish mumkin. Differensial diagnostikasida endi nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Differensial diagnostikasida biz ko'rib chiqishimiz kerakki, ensefalit kasali, ya'ni miyaning o'zini yallig'lanishida ham xuddi mana shu simptomlar rivojlanishligi mumkin. Miya absessida ham tutqanoqlar, og'riqlar kuzatiladi, demak. Migren, o'tgan safar gaplashdik sizlar bilan migren kasalligida boshqa kuchli sodir bo'ladigan og'riqlar. Meningizm faqat simptomlar yallig'lanish kechadi. Faqat simptomlar kuzatiladi. Meningizmda ya'ni biz yuqorida aytgan simptomlarimiz bor, lekin yallig'lanish belgisi yo'q miyada ko'rilgan bo'lsak. Kasallikni davolashga kiradigan bo'lsak, ikki xil turda kechadi. Virusli va bakterial turda, va tashqarisi zamburug'li turda kechadi. Bakteriyali meningitda aytishimiz mumkin bo'ladiki, parenteral antibiotiklar, kuchli antibiotiklardan foydalanishda boshlaymiz. Ya'ni 3-avlod sefalosporinlar, ceftriaxon, cefataxin mana shu preparatlardan foydalanishni yoki ampitsilin, listeriya shubhasida vankomitsin.
Bundan tashqari esa gormon qo'llanamiz. Deksametazon miya ishini kamaytirish uchun deksametazondan tashqari biz ishlatsak bo'ladiki, diuretiklardan foydalanishimiz kerak, chunki bemorda gidrosifalia rivojlanyapti va infuzion terapiya, antibiotiklar, kislorod terapiyasini o'tkazishimiz kerak. Hozir virusli meningit nima bo'ladi? Virusli meningitni asosan simptomatik davolash, suyuqlik, parasetamol yostidan olish kerak ekan va gerpes virus holatlarida atsiklavir protevirusli preparatlardan foydalanamiz virusli meningitda. Zamburali meningitda bo'lgan bo'lsa, aflotericin beta va flukonazol kombinatsiyali dorilardan qo'llanishingiz mumkin. Chunki ular nimaga zamburug'larga qarshi hisoblanadi. Hozir davolash taktika hamda har xil bo'lishi mumkin. Biz umumiy holatda ishlatiladigan dorilarni ko'rsatib o'tishga harakat qilganmiz bu yerda. Demak, kasallikni asorat sifatida aytishimiz mumkinki, intrakranial gipertenziya, chereplik gipertenziya rivojlanishi, eshitishni pasayishi mumkin, ko'p sonli tutqanoqlar surunkadagi o'tib qolishi mumkin, zaiflik, falajlik, bolalarda aql rivojlanishi mumkin ekan. Kasallikni profilaktikasida nima qilamiz? Profilaktikasida vaqtida emlash kerak albatta. Meningokok, pnevmokoklarga qarshi ravishda emlangan bo'lsak, kasallikning yuqishi ham, uni rivojlanishi ham birmuncha qiyinroq bo'ladi organizmda. Yuqish xavfi bo'lganlarda rifampinsin bilan kimyoprofilaktika qilishimiz, bemor bilan aloqa qilganlarni kuzatuvga olishimiz, gigiyena immun mustahkamlashimiz bunda zarur bo'lar ekan. Xo'p, vaqtida tashxis qo'yilib davolasa kasallik to'liq sog'ayishi mumkin, ammo kech aniqlangan bakteriya meningit o'lim yoki doimiy neyrolik asoratli ehtimoli yuqori. Kasallik nima sababdan ko'pincha o'lim bilan yakunlanadi desa, kasallikning simptomlari bo'lgan vaqtda differensial diagnostikasi qo'ygan kasalliklar bilan o'xshash bo'lganligi sababli uni meningit deb taxmin qilinmaydi-da, boshqa kasallikka davolanadi. Shu sababli u nima deydi, o'tib ketib qoladi, o'tkazib yuboribdi degan gap bo'ladi-yu. Shu narsaga kelib qoladi. Uchun miyani pardalarning ancha qismi zararlanib qolgan bo'ladi va uni ortga qaytmas tarzda miyani o'zi ham zararlanadi va shu sababli o'limga olib keladi ekan. Xo'p, demak, bugungi qisqacha darsimizda biz siz bilan meningit kasalligining ta'rifi, undan keyin esa etiologiyasi va patogenezi bosqichma-bosqich kirib bordik do'stlar va umumiy belgilar, meningitni, meningial simptomlar, laborator tekshiruv nimalarni ko'rishligimiz, instrumental tekshiruvda nimalarni ko'ramiz, davolash to'g'risida asorat oqibatlari profilaktika to'g'risida qisqacha tushuntirishga harakat qildim. Yana eslatib o'taman do'stlar, challengeimizni boshidagi mavzularda unchalik darajada jiddiylash, chuqurlashib ketmayapmiz mavzularga. Asta sekinlik bilan sizni tushunishingiz, ya'ni kirishib borishingiz qulayroq bo'lib moslashishingiz uchun birdaniga chuqurroq kirmadik. E'tibor berib borayotgan bo'lsanglar, birinchi videolardan ko'ra yana qo'shimcha ma'lumotlarni ko'paytirib o'rganishga harakat qilyapman. Xo'p, demak, bugungi gaplashib chiqqan mavzuyimiz shu. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling, sog' salomat bo'ling. Siz bilan Nizomiddin Azimov.